Difuzani chopib Andijondagi Armada zavodiga keldim. O'tgan safar O'zbekistondagi eng katta g'isht zavodlaridan biri Armada zavodini sizlarga yaqindan tanishtirgandik. Namanganliklar noto'g'ri tushunib bu zavodni Namanganda deb o'ylashibdi. Hamma blogerlar manzilini oxiri tushuntirsa, men boshida tushuntiraman. Bu zavodning manzili Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida joylashgan. Bu zavod shunaqangi kattaki, bu joydan g'ishtlarni istalgan vaqtda va istalgan ob'yomda zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda namanganliklar aynan mana shu paltara g'ishtlardan foydalanishmoqda. Nima afzalliklari bor deysizmi? Bu g'ishtning razmeri 12 ga 25, balandligi 9 sm bo'lar ekan. Bu degani 30 mingta ketadigan qurilishga bu g'ishtlardan 25 mingta ishlatar ekansiz. Ham vaqtdan, ham usta xizmatdan yutasiz. Bu g'ishtlarning pishiqligiga zavod egalari javob deyishyapti, chunki bu g'ishtlarga ko'mir va kaliy qorishmalari qo'shib 1000 gradusli pechda pishirishar ekan. Agar sizga Armada zavodini pachka va naval holatdagi sifatli g'ishtlar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga hoziroq aloqaga chiqing. Aytgancha, ushbu videoni qurilish qilayotgan yaqinlaringizga tezda yuborib qo'ying.